Qiynalib tepaga g'ish ochishdi, davr o'tdi. Mana buni ixtiro etsa bo'lar. Anjoliy akalarimiz ixtiro qilib qo'yishgan 200 kilo yukni 4 metrga bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Bu tomondagiga keladigan bo'lsa, 300 kiloni 3 metrgacha bemalol olib ketadigan bo'ladi. Bo'ldi uka, duxum tushib ketdi. Sekinroq pastga tushiraverasiz. Qaranglar, bunaqa ixtirolarni noodatiy 1 yilga garantiyasi bor. Undan tashqari 5 metrli deganlarga 5 metrli va 6 metrli deganlarga 6 metr. Salkam terak bilan bir xil holatda bo'ladi. Eng yaxshi tomoni buni yetalab bir chekkalarga olib qo'ysalaring bo'ladi. Garantiyalari bor. Bu ko'rib turganlaring narxlari juda ham arzon narxda. Shu ko'rib turganlaring $500. Uyga olib beradigan bo'lsangiz ham ixchamgina ayollar yetalab bemalol foydalansa bo'ladi. Necha pul qilib beramiz aka narigisini? $600 qilib beringlar. Eng asosiysi Xitoydan 5-6 barobar arzon bo'ladi va sifatli bo'ladi. Garantiyalar beriladi. Undan tashqari biznes qilaman degan aka-ukalarimiz uchun Gazablok va undan tashqari Penablok bizneslarini bemalol o'rgansalang bo'ladi. Albatta garantiyalar bor. Usta do'stingizga jo'natmang. Qiynalib tepaga narvon eshaklarda toshishda hojati yo'q. Undan tashqari lesani arangdagi olishda hojati yo'q.